Aka ismingiz nima edi? Ramz aka Instagramdan kuzatyapsizmi o'zi? Ha, ko'rsataman. Bari Lacetti Passatni olsam qiziqib Lacetti'ni olib boraman deb ham ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Lacettini narxini bilasiz. Ha, oxiri qorani ko'rdim. Ha, uzr ketdi. Jentra qilingandimi? Redkarni mashina, Hasanning mashinasi tushirdi. O'sha mashinani ishonasizmi? O'zim olaman deb turibman-da. O'zim. Bu narxini arzon beryapti, o'zim olaman deyapman. Lekin ololmayman-da xalq ichida, qanday olaman? Bo'lmasa nima deydi hamma? O'zi olagan-ku, o'zi baland sotish uchun oldi deydi. O'zim shunday olaman deb turibman, kim oladi deyapti? Yosh bachcha chiqib men olaman deyapti. Ha, ol deb berib yuboraman. O'zim olaman deb turdim. Bu iloji yo'q, shunday-da. Xalq uchun ishlagandan keyin to'g'ri ishlash kerak, bo'lmasa ishlamaslik kerak. Bitta xato ko'p narsani o'zgartiradi, yashang. O'sha xato qilmaslik uchun ham o'zimga yoqqan mashinani ham sotib olaveraman, qizig'i yo'q. Eshiklarga ham bu. Pasiya sepilganmi? Pasiya ishlangan. Orqa kapot, krilo, bu eshik pasiya. Kapotda 3 sepilgan, mana shu ko'rinib turibdi kapot. Ishlari butun turibdi. Ishlari butun. Qo'lni bering aka endi. Bo'ladigan bo'lsa 43 million so'm berib qolaman. 44 million so'm sotaman aka. Katta pul qo'yib sotmayman. Ya, bu o'zimiz kanal. Ya, kelib turadi hozir studentda bu. Ya, yaxshi so'radim. Ko'nglingiz 45likni ham biladi, lekin 45 sotmayman. Men 44 sotaman, lekin 45 men ham sotmayman. 45 ga bergan Lacetti ham bor edi, lekin uni 4 ta eshigi ham radnoy edi. Kapoti xuddi shunday, mana bunday sepilgan edi uniki. Aka 45 ga berdim. Hop, uni ham ko'rgandirsiz. 2010. Mana shunday sepilgan kapot, 4 ta eshigi radnoy, kiraylar, arqa kapot kraska edi. Ana uni lekin 45 ga berdim, to'g'ri. 44 olib 45 ga berdim. Men buni 43 olamanda 44 ga sotaman aka. Buni 4 ta eshigdan past ishlangan ekan. Ular jistanchik, bular aldamaydi aka. Men prosta kimdir olsa shuni shunday kraskasini bilib olsin deb harakat qilaman, to'g'ri borsin deb. Oluvchi odamga. Nima qilaylik? Ha aka. 43 ga olmay 44 ga oling. Yo'q, 45 sot deyapsiz-da. Rozi bo'lib oling, men ham rozi bo'lib berishim. Bildim. Ko'nglingiz 45 edi. 45 sota olmayman-da, o'shuning uchun aytaman, shuni aka 43 ga bering, 44 sotaman. Mana mayda savdo qilmadim. Bo'latganni oxirigacha eshitdim, kraskani aytib bo'lganlardan keyin narx aytdim. Chunki Lacettining narxini bilaman-da. Shu kraskasiga qarab narxini chiqarib olaman, bo'ldi. Ramiz aka 44 million sotaman, ko'zingiz oldida 1 million qo'yib. Faqat rozi bo'lib bering, kimlardir rozi bo'lib minsin shuni siz bilan mendan olib. Baraka desa bering, 1 millionga qattiqlik qilyapmang aka. To'g'risi-da. 1 millionga qarab qutmang Ramiz aka, 1 millionlik narsa emas-da bu. Ol baraka deyin. Baraka aka. Gapirib ayting, gapirib. Men olaman deb. Qayerdan sizniki? Qarshini qayerdan siz? Taqtapilda? Ha? Xonobod vaynichasi. Nima ish qilasiz? Tandirovchi usta, bo'lmasa men. Keling aka, Ramiz aka, mashinangizni arzon qarang, mashinani arzonini aytay. 2010 Lacetti, kapoti mana kraskasi ko'rinib turibdi. Krilo kraska, 4 ta eshikdan past sepilgan. Arqa krilo kapot, arqa krilo kraska. Bildingiz, ha? Erta bu aka aytmoqing degan gapni aytmang, men aytolmayman chunki. Tushundingiz? Bu aka ham sizga sotdim demaydi, Osiyoga sotdim deydi. Siz ham bu akadan olganingiz birovga aytmaysiz. Akmal akadan oldim, Osiyo avtokreditdan deydi. Shuning uchun to'liq ma'lumotni bilib oling. Hozir 1 million so'm qo'yib sotdim sizga. 43 million akadan oldim, 44 ga sotdim. Siz shunga rozimisiz? 1 million qoldi. Rozimisiz? Aka, mashinangizdan 1 million qo'yib sotdim, rozimisiz?